Do'stlar, mana bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Do'stlik MFYda 18 sotik turar, 18 sotik noturar joyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Mana bu tomonimizda qarang, chiroyli naveslarimiz bor ekan. Naveslarimiz bor, yo'lda bo'yida atroflar 100% o'ralgan ekan. Bu tomonda 800 kvadratli chiroyli 100% pishig'ishda qurilgan zdaniyalarimiz bor ekan. Mana bu tomonimizda 3 xona uyimiz bor. Keling operatorimiz ko'rsating-da, 3 xonali uyimiz bor ekan. Bu tomonimizda taylari asfalt bo'lgan, gaz, suv, svet umuman muammo yo'q ekan. Qo'ni-qo'shnilarimiz hammasi yaxshi, jalba qilmaydigan joylarda ekan. Mana bu narigi tomonimizda ham ferma bor ekan. Ferma qilib ochsangiz ham bo'ladi, chiroyli qilib. Mana bu tomon yurganimizda zdaniya tomonimizga o'tamiz. Mana bu tomonimiz, yo'lda bo'y tomonimiz hammasi nima bo'lgan? Turar joyga aylangan. Mana hozir chegarasini ko'rsataman sizlarga. Keling-da baqa. Zdaniyalarimiz pishig'ishda qurilgan, tomlarga plitalar bosilib turib, yana plus shifr ham yopib qo'yilgan ekan. Suv umuman o'tmas ekan. O'zini 280 volti ham bor, gazi bor, sveti bor, eshik tagida kolodis turibdi. Komprovod suv omboridan suv kelgan ekan. Mana zdaniyamiz ichi juda ham pishiq va puxta qilib, baquvvat qilib qurilgan. Tepalariga plitalar tashalgan, stoykalari qilingan. Bunisi kichkinarog'imiz. Bu tomonimizda yana bitta xonamiz bor. Bunisini ochmadik. Mayda yana bitta xonamiz bor. Bunisini ham ochib ko'rsatmaymiz. Narigi tomonda katta asosiy zdaniyani ko'rsatamiz. Mana bu tomondan yarmi boshqa, bu tomoni yana yangi boshqatdan qilingan. Oma aka bor, u bitta ferma qilsangizmi, shunaqa joylashadi. Mashitda o'ziga bir 150 tacha molingiz bemalol kirib ketib bo'laveradi-da. Qaranglar, qanaqa baland, chiroyli, zo'r, svetlar kelgan. Bunaqa zdaniya qurish uchun hozir bilmayman qancha plyus ketib qoladi. Keyin eng qiziq joyi 100% pishig'ishda bo'lgan. Orqa tomonida, mana tomonni ochib tashlasangiz, orqa tomonda yeri ham bor ekan, molingiz bemalol aylanib yurishi ham mumkin. Juda ham qulay variant deb hisoblayman. Shu egalarining nomerlari, egalarining raqamlari pastda turibdi. Bu joyimizni egalari har bir sotiga uchun $2,500 so'rayapti. $2,500 so'rab turib aytayaptiki, "Mana zdaniyani aka deyapti, sizga deb bonusga tashlab ketaman" deyapti. Like va podpiskani unutmanglar. Chiroyli, yaxshi, arzon joylar topishda masalalarga davom etamiz.